Zog'ora non. Esizdami? Nega ko'pchilik bu nonni unutib qo'ydi? Yosh kattalar esa juda yaxshi tanishadi. Hozir esa faqat oq undan foydalaniladi. Oq un ko'p marotaba qayta ishlangan bo'lgani uchun gluteni yuqori, kletchatkasi kam, hazmi og'ir va tanada tiqilmalar hosil qiladi. Shu sabab oq un qondagi qand miqdorini ham tez ko'tarib yuboradi. Zog'ora nonlarda qobig'i bilan maydalanganligi sababli vitamin va minerallarga va tabiiy tolalarga, ya'ni kletchatkalarga boy hisoblanadi. Glikemiya indeksi pastroq, ya'ni diabetga moyil odamlarga juda mos. Yaxshi hazm bo'ladi, organizmga yaxshi singadi, so'riladi. Tanlov doim o'zingizda. Faqat esda tuting, oq non odat, har kuni yeysiz. Tegirmon nonlari, zog'ora nonlar esa sog'lom tanlovdir. Orada organizmingizga dam berib, tabiiy nonlardan ham iste'mol qilib turing, go'zallarim.